O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va ko'p millatli xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida belgilangan ustuvor yo'nalishlar mazmun mohiyatini keng targ'ib qilish, mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida amalga oshiriladigan vazifalarni chuqur anglash maqsadida Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida ma'naviy-ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Tadbirda so'z olganlar Prezident murojaatnomasida mahalla jamiyatning tayanch bug'ini sifatida e'tirof etilgani, mamlakat taraqqiyoti, ijtimoiy barqarorlik va inson farovonligi aynan mahalladan boshlanishi alohida ta'kidlanganini qayd etdi. Muhtaram Prezidentimizning murojaatnomasiga asosan birinchi ustuvor yo'nalish mahalla infratuzilmasini yanada yaxshilashdir. Chunki yurt obodligi avvalo mahalladan boshlanadi. Aholi islohotlarni yo'l, suv, elektr, transport, bog'cha, maktab va tibbiy muassasalardagi real sharoitlar orqali baholaydi. Shu maqsadda mahallalarni rivojlantirishda kompleks yondashuv joriy etilishi favqulodda vaziyatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Alohida ta'kidlash joizki, mahallalarda xavfsizlik masalalari, jumladan yong'in xavfsizligi, sel, suv toshqini, zilzila kabi favqulodda vaziyatlarning oldini olish, infratuzilmalarni mustahkamlash orqali ta'minlanadi. Bu esa favqulodda vaziyatlar sohasi uchun bevosita muhim yo'nalishdir. Ikkinchi ustuvor yo'nalish iqtisodiyotni texnologik va innovatsion rivojlantirish bosqichida favqulodda vaziyatlar sohasidagi zamonaviy texnologiyalar, raqamli monitoring va intellektual boshqaruv tizimlarini joriy etish imkonini beradi. Bu esa xavflarni oldindan aniqlash va tezkor qaror qabul qilishni ta'minlaydi. Shuningdek, 2026-yilning mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilinishi murojaatnomaning g'oyaviy markazida inson qadri va jamoaviy birdamlik turishini yaqqol namoyon etishi ta'kidlandi. Prezidentimiz ta'kidlagandek, bugungi murakkab xavfli global sharoitda aholi xavfsizligini ta'minlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Murojaatnomaning 5-ustuvor yo'nalishida ekologik muvozanatni saqlash, yashil energetika rivojlantirish va suv resurslaridan oqilona foydalanishga qaratilgan bo'lib, bu favqulodda vaziyatlarni oldini olishda muhim o'rin tutadi. Xususan sel, suv toshqinlari, ekologik hamda texnik xavflarni kamaytirish, xavfsiz muhitni shakllantirishda favqulodda vaziyatlar vazirligi rolini yanada oshiradi. 6-ustuvor yo'nalishda zamonaviy davlat boshqaruvi va raqamli tizimni joriy etishga qaratilgan. Bu favqulodda vaziyatlar vazirligi faoliyatida raqamli monitoring, elektron boshqaruv va sun'iy intellekt asosida prognozlash tizimini keng joriy etish imkonini beradi. Natijada favqulodda vaziyatlarni oldindan aniqlash, tezkor choralar ko'rish, aholiga xizmat ko'rsatish sifatini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, bugungi kunda Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi professor o'qituvchilari xavfsiz xonadon shiori ostida xonadonbay o'rganishlar amalga oshirilmoqda hamda mahallalardagi mavjud muammolarni ilmiy amaliy yechimlarini o'rganib, o'z ilmiy tadqiqot ishlarini ushbu yo'nalishga qaratgan. Qayd etish joiz, murojaatnomada belgilangan mahalla infratuzilmasini tubdan yaxshilash, kompleks yondashuv asosida yo'l, suv, elektr, ijtimoiy obyektlar masalalarini hal etish vazifalari favqulodda vaziyatlar profilaktikasi bilan chambarchas bog'liq. Yakunda ushbu murojaatnoma mahalla farovonligini ta'minlash, aholi xavfsizligini mustahkamlash va barqaror taraqqiyotga erishishda muhim dasturiy hujjat ekani yana bir bor qayd etildi.